Saqbon sosiskasi. Mana saqbon sosiskasini qaynatganimizda, mana qurtlarni ko'ryapsizlarmi? Men ishonmayotgandim, mana fake deb o'ylardim. Videolarni ko'rganimda, haqiqatdan mana saqbon yemaydi. Haqiqatdan mana bu hammasi qurt. Mana shu suv qaynatgan bo'lsam, mana ko'ryapsizlarmi? Hammasi qurt. Mana Saqbon firmasi xatga qarayapti. Bir, ikkinchidan umuman kolbasa mahsulotlarini yemaslikni tavsiya bergan bo'lardim. Mana hammasi qurt. Mana bu katta qurtlardan tashqari mana bunaqa mayda qurtchalar ham bor. Mana ko'ryapsizlarmi? Где-то будто 50 tadan ko'p bo'lmasa qurt.